Assalamualaikum hurmatli majlis, ya'ni ko'chki qavlu keyin bugun Agrobank tarafidan klientlarga mijozlarga tadbirkorlar boshlig'iga endi boshlanayotgan tadbirkorlar bankimiz tarafidan chiqarayotgan produktlar, ya'ni mahsulotlar bo'yicha aytib o'taman. Undan keyin o'zlaringiz qiziqtirgan so'rovlar bo'lsa, tadbirkorlar bo'yicha fikirlaringizni so'rovlar bo'lsa bersangiz bo'ladi. Biz aytib o'tamiz, endi bizlarda bugungi kunda mahalla loyihasi biznesga birinchi qadam, ham biznesga ko'makdan kreditlarimiz bor. Mahalla loyihasi degan 20 millionga chiqgan beriladi jeki fuqarolarga. Ya'ni jeki fuqarolar o'zini band etgan жұмыссыз fuqarolar bo'ladi. O'zini band etgan holda 20 millionga chiqib berib alуга bo'ladi. Жылдық 25%-дан, ер адам olsa ayol qizlarga 23%-дан. Biznesga birinchi qadam degan ол 5 millionga chiqib beriladi. Ular 25%, ер адамlarga 17. Ya'ni 23%-дан ayol qizlarga beriladi. Keyin biz 312 sonli qaror bo'yicha kreditlarimiz bor. Prezident 312 sonli qaror bo'yicha 100 millionga chiqgan sug'urta polisi orqali 100 milliondan 300 millionga chiqgan likvidli ma'mur grevotikalarida 300 millionga chiqib beru imkoniyatimiz bor. Ya'ni bu qanday fuqarolarga beriladi? Bu oldin tadbirkorlikni boshlab, bir yil davomida ishlab turgansa, оборот ishlab turgan bo'lsa, aylanish ishlab turgan so'larga beriladi. Keyin oldin aylaviy tadbirkorlikdan kredit olib, жұмысын boshlab, bugungi kunda yaxshi istoriyalarni oldin kelgan javob kengaytirmaydi deydigan bo'lsa, so'larga o'zini band etib, ya'ni jekesiga MCJ ochgan holda ularga 100 millionga chiqgan sug'urta polisi orqali 300 millionga chiqib залог, ya'ni likvidli ma'lumot kreditlarini bera olamiz. Onun faizi 19%'dan ayol qizlarga 17%dan beramiz. Sebebi biz 5-chi tayfadagi nima bor? Imkoniyat berib qo'ydik. Eng to'g'ri faiz bizlar chekildi mana. O'zi to'g'ri 5-chi tayfada kelgan. Lekin bu tadbirkorlar boshlab nima istab o'tganmiz, kommersiya kreditlarini alhamdulillah savdogar, so'nggilar alsandan bo'ladi. Bunday bu kimlikimiz bu pul o'tkazish olgan bo'ladi. Mahalla loyihasi biznesga ko'makchilar plastik karta solib berilsa, 312 sonli qarorni pul o'tkazish olgan bo'ladi.